Bugun sizlar bilan ugalogimizning turi va narxlarini tanishib chiqamiz. Bu ko'rib turgan modellar Dubai modeli. Razmerlari 250 ga 340 bo'ladi. Spinka va qo'llari yuradi, ochiladi. Ya'ni ochilganda bemalol keng bo'ladi. Komplektida ikkita dona pufigimiz bor. Oyoqlari tabiiy yog'ochdan tayyorlangan bo'ladi. Yong'oq materiallariga keladigan bo'lsa, materiallari ham moishi. Narxi oyiga 1 million 300 ming so'mdan chiqadi. Keyingi mebelimiz modeli eskirmaydigan vintage troykamiz. Bu komplektimizning karkaslari 100% tabiiy yong'oqdan tayyorlangan bo'ladi. Divanimizning razmerlari 225 ga 1 metr bo'ladi. Qo'llari mexanizmli. Komplektida ikkita kreslosi ham bor. Narxiga keladigan bo'lsa, oyiga 1 million 463 ming so'mdan. Keyingi mebelimiz juda ham kompaktni, joy tanlamaydigan Florida ugalogimiz bo'ladi. Razmerlari keladigan bo'lsa, 2,5 ga 1,60 bo'ladi. Bu tomonda ko'rib turganlaringizdek sandig'i bo'ladi. Xohlagancha narsa taxlab olsanglar ham bo'ladi. Va burchaklari o'zgaradi va eng asosiysi tegdik mexanizmini ochib turib, kravat qilib foydalansanglar ham bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsa, oyiga 780 ming so'mdan. Keyingi videolarimizda stol narxlari bilan tanishtirib o'tamiz. Obuna bo'ling va o'tkazib yubormang.